Geodeziya va kartografiya kurslarimizda davom etamiz. Navbatdagi darsimiz hajmni hisoblash bilan bog'liq. Avvalgi darsimizda biz maydonlarni hisoblash masalasini ko'rib chiqqandik, ya'ni atributiv ma'lumotlar orqali necha metr kvadrat maydon bizning maydonlarimizni tashkil etishini ko'rib chiqqan edik. Endi navbatdagi bosqichda biz bajaradigan vazifamiz bu zonal statistika hisoblanadi. Buni bir necha dars avval ham ko'rgan edik. Zonal statistics. Endi S table variantini ko'ramiz. Zonal statistics S table. Demak, uskuna ochildi. Bu yerga birinchi o'rinda 6-amal natijasini kiritamiz. Keyingi bandiga biz zona field nomli qismiga grid kodni tanlaymiz, ya'ni amal 5 dagi qiymatlar bo'yicha. Demak, 1 bizda kavlanishi kerak bo'lgan baland hududlarni, 0 esa ko'milishi kerak bo'lgan 0 dan past hududlarni ifodalaydi. Shuning uchun 0 va 1 qiymatlari grid kodi shakllangani uchun grid kod bo'yicha deb tanladik. Va input value raster qismiga biz 4-amal natijasini kiritamiz. Ya'ni -7 dan +668 gacha bo'lgan qiymatlarni 0 dan -7 gacha bo'lgan qismini o'rtachasi alohida va 0 dan +6,68 gacha bo'lgan qiymatlarni esa alohida o'rtachalarini hisoblashimiz kerak bo'ladi. Va bu zonal statistics S table mana bu chegara bo'yicha o'rtachani alohida va qolgan chegaralar bo'yicha o'rtacha qiymatlarni alohida hisoblab beradi. Buning uchun amallar natijalarini kiritdik, saqlash manzilini kiritamiz endi va bu yerga O harfida ehtiyot bo'lish lozim. Tepadagi belgini olmaydi, ya'ni ilmoqni. Shuning uchun o'rtacha yoki o'rtacha deb yozishni maslahat beraman. Va save tugmasini bosamiz. Demak, manzilni ko'rsatdik. Ignore no data calculations. Bizda bu mavjud emas. Shu holatda qolishi ham mumkin. Statistika turi all, ya'ni hammasi bor va biz bu yerdan o'rtachalarni tanlashimiz mumkin va shunda ham qilamiz. O'rtacha hamda okey. Mana bizning tahlillarimiz natijalarida ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerga avtomatik ravishda o'zi o'tib qoldi hamda o'rtacha qiymat natijasi kelib chiqdi. O'rtacha hamda open tugmasini bosamiz. Mana bu yerda bizda bir texnik xatolik yuzaga keldi. Bu texnik xatolik tanlangan obyektning o'zinigina hisoblab berdi. Mana bu holat tez-tez takrorlanib turadi. Bu holatdan qochish uchun biz avvalgi darslarimizda ko'rsatgan edik. Clear selected features tugmasini bosganimizda bu amal to'g'ri hosil bo'lar edi. Hozir xatolik bo'ldi. Buni qayta amalga oshiramiz. Zonal statistics S table zona amal 6 dan olinadi. Zona field grid kod bo'yicha, ya'ni 0 va 1. Input value rasterga
biz amal 4 ni tanlab olamiz. -7 hamda 6,68 chegaralarini bildiradi. Saqlash manziliga o'rtachani o'zini qayta tanlashimiz ham mumkin. Save. Demak, bizda buni o'zgartira olmayman degan belgi chiqdi. Mayli, o'rtachadan so'ng pastki chiziq hamda 1 belgisini qo'yamiz yoki shunchaki pastki chiziq belgisi bilan ham ajratsak bo'ladi. Hamda all o'rniga men, ya'ni o'rtachani tanlab OK ni bosamiz. Amal yangitdan bajariladi. Mana. O'rtachani biz chalg'imaslik uchun o'chirib tashlaymiz va o'rtacha pastki chiziqni ochamiz. Mana. Natija hosil bo'ldi. Ya'ni 0 qiymatidagi hozir bizga ko'rinishi uchun mana 0, ya'ni jigarrang 0 dan past hududlarni ko'rishimiz uchun biz bu o'rtacha qiymat -2,1557 ni bergan va 0 dan baland hududlarimiz esa o'rta hisobda 2,289 ni bergan. Bu qiymatlarni har bir pikselning summasini yig'ib, piksellar soniga bo'lish orqali GIS dasturi bajarib berdi. Bizga bu jadvaldan shunchaki o'rtacha qiymatlarni olishimizning o'zi kifoya. Amal 6 natijasini biz atributlar orqali ochamiz va amal 6 ni dast avval yangi atribut ustini qo'shib olib add field, ya'ni mana ko'rishingiz mumkin, table of content ochildi. Birinchi tugmani pastga ro'yxatni tushiramiz va add field ni tanlaymiz. Bu yerga yozamiz. Demak, balandlik. Type qismiga double ni kiritamiz va OK. Qo'shildi. Agar sizda editor jarayoni start holatida bo'lsa, start bosilgan bo'lsa, bu mana bu yerda add field oynasi faollashmaydi. Tekshirib ko'ramiz. Bu yerda OK ni bosamiz. Mana add field oynasi faollashmaydi. Buning uchun edit jarayoni, ya'ni tahrirlash jarayoni o'chiq bo'lsa, bizga yangi atribut qo'shish imkonini beradi. Biroq uni to'ldira olmaymiz. Atribut ustunlarini to'ldirishimiz uchun esa editor orqali start editing bosiladi. Bosilmagan taqdirda esa biz qiymatlarni kirita olmaymiz. Demak, grid code 0 bo'lgan, mana grid code 0 bo'lgan obyektning o'rtacha qiymatini olamiz. Mana to'liq nusxa olishimiz ham mumkin. Ctrl C tugmasi orqali va amal 6 da grid kodi 0 bo'lgan balandlik ustuniga Ctrl V ni bosamiz. Enter. Yana qiymat yozildi. Grid kod 1 bo'lgan qiymatni ham ko'chiramiz. Ctrl C va amal 6 atributiga Ctrl V ni bosamiz. Enter. Natija hosil bo'ldi. Endi editor orqali save hamda stop tugmalarini bosamiz. Demak, biz hozir 0 dan baland bo'lgan hudud hamda 0 dan past bo'lgan hududlarning o'rtacha balandlik va chuqurliklarini alohida 2 ga bo'lib aniqlab hisoblab chiqdik. Keyingi darsda biz umumiy hajmni hisoblash masalasini ko'rib chiqamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.